Makka haram hududiga ehromsiz kirish taqiqlanadi va bu jarima vojib bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun men sizlarga hozir ehrom o'rash tartib-qoidalarini ko'rsataman. Erkak kishining ehromi ikki qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi izor va ikkinchisi rido deb ataladi. Birinchi o'zi avvalambor ehromda izorni o'rash muhim hisoblanadi va qiyinrog'i ham shu. Men sizlarga hozir o'sha izorni qanday o'rashni tartibini ko'rsataman. Buni ikki xil, uch xil ko'rinishlari bor. O'zi aslida ehrom siz kinlikdan to tizzagacha bo'lgan joyda yopib turish kerak bo'ladi va buni o'rash tartiblarini birinchi ko'rinishi mana shunday holatda. Bir uchini olamiz, chap tomonga qistiramiz va mana shu holatda tortamiz. Tortdik, mana bu tomonini bu yoqqa qolamiz va oldiga qarab buklaymiz. Tepadan qarab, pastga qarab shimaramiz. Ko'rib turganingizdek, mana shu holatda bu ehrom juda ham bir mahkam holatda bog'lanadi. Ehromda kamar taqish mumkinmi? Albatta mumkin. Bu faqat buni niyati yoki telefon yoki pul solish maqsadida bo'lsa joiz. Avval aytib o'tganimizdek, ehromning tepa yuqori qismi rido deb ataladi. Buni o'rash qismini hozir o'rgatamiz, ko'rsatamiz. Buni o'rashda o'ng tomonini olamiz, orqa tomonga o'tkazamiz va mana bu kamar qismiga pastdan qistiramiz va chap tomonni ham olamiz, orqaga olamiz. Buni ham mana shu joyga qistiramiz. Ko'rib turganingizdek, ehrom juda ham bir chiroyli holatda o'raldi va tavof qilayotgan paytimizda o'ng yelkalar ochiladi va ana shu o'ng yelkani qanday tartibda ochilishini hozir ko'rsataman. Ehromni chiqaramiz, chap tomonni mana shu joyga qistiramiz. Va o'ng yelka chiqarilgan holda bu tomonini yelkaga tashlaymiz. Ibodatga tayyormiz. Bu videoni umraga bormoqchi bo'lgan do'stingizga yuborib qo'ying.